yaxshi rivojlanyapti. 13 haftalik bo'libdi. Jinsi qizaloq. Tabriklayman. Qizaloq? Bilasizmi? Biz sizning nomzodingiz bilan tanishib chiqdik. O'zaro maslahatlashdik. Siz uchun biz juda ham ko'p investitsiya kiritishimiz kerak bo'lar ekan. Sizning qo'shimcha ozuqangiz, boshqa xarajatlaringiz, keyinchalik maktab, universitetda o'qishingiz bor. Shuncha investitsiya kiritamiz, lekin siz bir kun kelib nikoh guvohnomasini olasiz va boshqalar uchun xizmat ko'rsatasiz. Ish faoliyatingizda biror kichik xatoga yo'l qo'ysangiz ham yana biz ta'na dashnonga qolamiz. Biz sizning nomzodingizni ming afsus qabul qila olmaymiz. Balki yana bir marta o'ylab ko'rarmiz. Yo'q, biz o'ylab ko'rdik. Afsus, chiqishingiz mumkin.